Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'd. Biz aldığımız saatlik dersimizde enva'ul fi'li yoki aqsamul fi'li fi'llarning nimasi türleri deb buni so'zlab o'tgandik. Uning oldingi soatlik dersimizde arab tilidagi fi'llarningki qancha bobga bo'linadiganligi 22 bobga bo'linadiganligi. Buning 6si sulasi mujarradni, 12si sulasi mazidni, 1si rubai mujarradni, 3i rubai mazidni. Bu haqda to'xtalgan. Endi bugun biz yana o'tmaymiz keyiniga. 22 bobga o'tishning oldida münasebetlik bir mezmunlar var. Yani aldığın saatlik dersi sözlügen 6 türlük, 7 türlük nimenin fiilinin kısımlarını sözlep öttük ya. Mesela sahih şunda mı? Andaki nimo mudaaf, andaki misal, andaki ecvab, andaki naqis, andaki lafif mafruq, andaki lafif makrun. Degandek neçe bab hesapta? 7. Muşlardaki özgürüşlerini bugün görüp ötümüz. Ben çəmin Allah qalemdətdən təyər qıldım. Kitapqa bək kirməyimiz, bugün mü bək kirib ketməyimiz kitapqa. Yani biz əsli fiilinin ölçümünü fa'ale deb dedik. Her qandaq bir fiil oxşumağan şəkillərdə, oxşumağan vəzinlərdə bolsun, fa'ala ölçümüyle ölçülünü tutuq. Meyli fa'ala, fa'ila, fa'ula, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yuf'ilu şunda ama yak istef'ala, yastef'ilu, infa'ala, yanfa'ilu, if'alla, yaf'allu, yaki af'ala, yuf'ilu qanday kessun ölçüm nimo fa'ala. Bununla bir harf ziyadı buludu, ya iki harf ziyadı buludu, ya üç harf ziyadı buludu şunda ama yaki bazı harfleri oxşaş, iki harf oxşaş bir türlük harf buludu. Bazıda kesel harf boğanlıq sebeplik fiilinin şekillerinde özgürüş yüz buludu. Nim olsun ölçemin önündedik faali. Bir ölçem degen qanday narsa? Ölçemni Uyg'urcha gap bu, ölçeydigan narsa. Biz bir fiilning asli qandayligini shu ölçemga ölçep turib bilamiz degan gap. Mana tushunishmi? Biz 6 yoki 7 fiilning qismlari var. Deb bo'lgandan keyin buning birdan bir o'lchamga sep chiqamiz bugun. Ya'ni 7 xil o'lchamning birisi sahih, qolib qolgan 6si qanday sahih emas. Sahih emaslari tam biz degan o'lcham ama rasmiy fiilning o'lchami degan o'lchamdan farqli chiqadi. Ya bir yerleri kam chiqib oladi, ya bir yerleri tashqi chiqib oladi shunda ama ashyani asldagi o'lchamga selishtiramiz ve nimbop u yerdan bu yerga kelib qoldi. Buni mulohiza qilamiz. Buning fiilning boshqa shakllaridagi ifodalanishlarni qanday qilamiz? Mulohiza qilamiz. Bu shaklda bugunlik darsimiz oxirlashadi. Unda olsa biz nereden boshlaymiz saboqdoshlar? Mudaafdan boshlaymiz. Shundami? Unda olsa qaranglar do'stlarga. Biz bugungi tahlilimiz yani şu faala yaf'ilu ölçüm bilan bo'ladi. Faala. Allah Allah. Faala. Shunami? Bizning bugun shu anva al-fi'lni ko'rsatmoqchi bo'lgan babimizning ismi fa'ala yaf'ilu. 6 babning ichidan mushum tanladik. Asli boshqa babni ko'rsatsak bo'laveradi, masala yo'q. Ammo mush babni tanladik har holda. Biz oldingi soatda o'rgangan daraba yadribu degan fi'l, ya'ni qaysi fi'l? Sahih fi'l. Buningga qanday qiladi? Tushidi. Şuңlaşqa bunu biz bugün sözlep o'tdamaymiz. Biz bugün nimani sözleyimiz? Tushmaydiganini sözleyimiz. Ularning hammasini irabi da, ra, ba. Shundami? Ana keyin nima? Yad
ri ma zirqara diqqat qilinglar bu. Bu bizning o'rgangan o'lchamlik sahifamizning o'lchami bu. Do'stlar yozg'ini menda bo'lsa, qaysi bobdan bo'ldi? As-sahih. Shunaqmi? Sahihning o'lchami bo'ldi. Endi kelayli, nima kelayli? Al mudaaf. Qani, al mudaafga bizning bergan misolimiz qaysidi? Farra. Shunaqmi? Yozaylik bo'lsa. Farra. Ko'rdingizmi? Farra yafir yafirru. Do'stlar qarang. Fa'ala yaf'ilu degan o'lchamga tushdimi, tushmadimi? Tushmadi. Yanda qarmoqqa tushmadi. Fa'alada zavar o'qilgan qancha harf botdi? 3 harf. Yaf'iluda 4 harf botdi. Birincisi zavar, ikincisi sakin, üçüncüsü zir, dördüncüsü nima pashti. Farrada zavar o'qilgan 2 harf bor. Tashdi o'qilgan 1 harf bor. Agar hammani yaysak, boshqa narsa chiqishi mumkin, shundami? Asli qanday bo'lish kerak sanoqlashlar? Farradni tushimizda farradin. Qanday bo'lish kerak asli? Farara. Mana shaklda. Nima bilan farra bo'lgan? Desa, endi qoida so'zlaymiz. Har doim. Hozir men sizlarga yengil shaklda so'zlayman, lekin kitobdan ilmiy shaklda o'qiymiz bu qoidani. Arab tilida o'xshash 2 harf kep qilib, oldidagini sakin, ya'ni harakatsiz qilish imkoniyati olsa. Harakatsiz qilish imkoniyati olsa degan gap. Harakatsiz qilib qo'ysak, bir necha harakatsiz tanga bir kelib qolmasa. 2 harakatsizlik bir kelib qolmasa imkoniyati bo'lgan bo'ladi. Tushunamizmi? Masalan, oldida fa, ra da birinchi ra'ni harakatini olib tashlash imkoniyatimiz bormi, yo'qmi? Bor. 2 harakatsizlik, 2 sakin bir kelib qolmasa bo'ladi. Olib tashladikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Farra. Shunaqmi? Manda holatda qanday qilib o'tishga bo'ladi? Idg'om qilib o'tishga bo'ladi. Idg'om degani nima? 2 harfni bir-biriga qanday qilib o'tish, kirishtirib o'tib, bu yerda tashdid qanday qilish, shakllantirish. Shu bilan nima bo'lgan? Farra bo'lgan. Bu farraningki aslidagi o'lchamdan hozir normal yezilgan holatiga kelish jarayoni. Yafirruga kelaylik. Biz mashta kelamiz. Boshdan oxir mashta so'zlab chiqamiz bugun inshaalloh. Yafirru. Mesela tushunish bo'lsin uchun har biriga harakat qilib chiqaman. Ozroq vaqt uzun ketishi mumkin. Buni sabr qilishing kerak. Aslisi nima bo'lish kerak? Yafriru. Yafriru. Shundami? Qarang, kompyuterim xato deb chiqib qoldi, aytchi. Kompyuter avtomatik holatda xato so'zni xato chiqaradi. Aslisi yafriru, lekin bu xato. Lekin o'lchami shuddi. Shundami? 2 harf qarasak bir yerda kelib qoldi. Yana biz nimani o'ylashimiz? Idg'om qilish uchun imkoniyat o'ylashimiz. Imkoniyat nima edi? 2 harfning birinchisini sakin qilish. Sakin qilmasak, bo'lmaydigan oldidagi fa'mi nima? Sakin. Bunda onu qanday qilamiz? Tashlab etmaymiz, harakatni oldiga olib tashlab etish imkoniyatimiz bo'lib qolsa tashlab etamiz. Tashlab etish imkoniyati bo'lmay qolgan vaqtda nima gapiramiz? Oldiga. Shuning bilan nima bo'ldi? Ha? Ya? Shunami? Manda oldu. Telaffuz jihatda to'g'ri bo'ldi hozir, shundami? Yafirru oldi-ku. Ondan keyin idg'om qilish imkoniyati qanday qilindi? Shakllandi. Shuning bilan 2 harfni bir-biriga qanday qilyaptik? Kirgizib nima bo'ldi? Yafirru bo'ldi. Mushu bo'yicha. Farra yafirruninki men do'stlarga sizlarga tushunish uchun xato yozdim, ammo daftaringizga o'zing tushunadigan bir shaklda yozsanglar bo'ladi. Qanday yozsanglar o'zingizning ishi yoki mendek do'stlar yozgandek yozsanglar bo'ladi, o'zing tushunadigan bir shaklda yozsanglar bo'ladi. Masdar turlanmaydi shundami? Ammo arab tilida masdar o'lcham yo'q.
qo'llanilib kelgan bo'lsa, shu bo'yicha qabul qilamiz. Masalan, farraninki ikki xil masdari chiqadi hozircha. Farrun shunami? Masdar yoki nima? Firar. Firarun masdar. Bu şekilde qabul qilsanglar bo'ladi. Ammo buning alohida nimasi yo'q, o'lchami yo'q. Ne keldi? İsim fail. Tugumadi. Tugumadi. Ne geldi? İsim fail. İsim fail neydi? Farrunti. Beşteki Arap'ını yazmışsam buldu ha. Ölçem neydi? Fa'ilunti. Aşının asasen fa'irunti. Şunda mı? Fa'irunti hata dep buldu aslında, sınırsız buldu. Onda işletilmeydi. Lekin ölçem şu. Yeni bayattan konu kaydı düşünmemiz sabahtaşlar. Qaysi konu kaydımız? Ikki o'xshash harf kelib qolsa, birinchisini harakatsiz qilish imkoniyatimizdan bo'lsa, qana qilamiz? Harakatsiz qilyapmiz. Ra'ning harakatini qana qilyaptiq? Ab tashlayaptiq. Nima bo'ldi shuni bilan? Farrun oldu. Ondan keyin asli maqsad olan idg'om qilyaptiq. Nima bo'ldi? Farrun. Mana shu şekilde oldu. Mafrurun. Maf'ul mi çıkdı? Deptranlar qaydası biliriz veranlar. Mudaaflarninki isim maf'ulisi ölçemge tushib chiqadi. Maf'ulun ölçümü chiqadi, tashdid bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Fe'l jihatiga keldik, savoqdoshlar. Fe'l jihati nima degan to'q? Lam yafir qaysi bo'lar? Ri degan nima? Lam yafirra. Lam yafirra oxirisi nima qildi? Zavar. Aslisi nima bo'lish kerak? Lam yafrir. Shunaqa? Lam yafrir. Endi bayatın qoidasini ishlatib baqinglar. Bayatın qoidasini ishlatib baqinglar. İki harf bir yerda keldi, shundaymi? Birincisini harakatsiz ve ikkinchisi harakatli bo'lish imkoniyati bilan bo'lsa, idg'om qilib shu qoida bo'yicha biz qilib baqaylik. Ra'ning harakatini oldiki fa'ilin bo'lg'achqa, harakatsiz bo'lg'achqa tashvat qilinmaydi, nega o'tkaymiz? Oldiga o'tkaymiz. Unda o'z qana qildik? Lam yafir. Shunami? Bo'ldi. Arab tilida bunda ahvol bormi, yo'qmi? Yo'q. Bunda ikki harf tang bir şekilde sakin harakatsiz bo'lmaydi. Qanaqa qilganda bo'lsa? Birinchisidan cho'qim harakatsiz bo'lish kerak. Bizga shu lozim. Ikki harfni qanaqa qilish uchun, idg'om qilish uchun, kirgizish uchun. Ikkinchisini bu sakin bo'lib qoldi endi. Qanaqa qilamiz? Chunki bob sakin. Shunami? Harakat bir to'g'ri qilib, cho'qim ikkinchisiga. O'shada muhim qoidasi bilan gapdan birini deb qo'yamiz. Oson bo'ldi, kallanlar olti oson bo'ldi. 3 hareketinin içinde en yengili qaysi? Zavar. Hozircha. Hozircha degan gapni qo'shib qo'yay. Shundan bayatdan sakin ikkinchi reyaga harakat bir to'g'ri kelib qolsa, nimani berdik? Zavar harakatini berdik. Nima bo'ldi? Lam anda oldu. Lam yafir ra oldu şuna ama endi idg'omning sharti hazırlandı ki ikki o'xshash hareket geldi. Birincisi sakin, ikkinchisi hareketlik şuna ama idg'om qo'ysak bo'ldi ki nima bo'ldi? Rasmiy bizga yer keldi ki lam yafir oldu. Demek lam yafirninki asli lam yafrir degan o'lchamdan lam yafirga kelish jarayoni hozir sizlarga do'stlar yozib ko'rsatgandek. La yafirruchu.
Yafirru bilan o'xshashqo deb o'ltirishim hojasiz. Uni demasam bo'ladi. Unda o'zi nima keldi? Buyruq bil. Farra yafirrudan buyruq bil nima chiqdi savoqdoshlar? Fafirru ilalloh. Qur'on o'qimaganmi? Qur'on o'qimaganmi? Fafirru ilalloh. Bormi yo'qmi? Fafirru nima? Ko'plik shakli. Oldiki fa u atfining yoki boshqa sababdan fa. O kilma pasana. Unda firru ko'plikkango birlik shaklida nima chiqadi? Firra. Nim bilan firra chiqadi? Aslisi nima etdi bu? Babning aslisi nima? Babning buyruq birisining shakli nima? Fa'ala yaf'ilunki if'il. If'il. Bu mushabir gapni asl tibbayslarga muzortiki ayn qanday o'qilsa oxirgi butun fillarninki ayn shu shaklda o'qiladi. Fa'ala yaf'ilu g'achqa lam yaf'il la yaf'ilu if'il liyaf'il la taf'il chiqadi. Tushunamizmi? Unda farraninki bab o'lchimi ekan if'il. If'il demoqchi bo'lsak qanday chiqish kerak? Ifrir. Tushunami? Mana shaklda chiqish kerak. Ifrir. Bu nima bilan firra bo'lib qolgan desa, qaylab boqamiz bu yerga. Bayatdan o'rgangan qoidalarimizni birdan-bir aslaymiz. Ikki o'xshash harakat qoldi. Buni chuqur qanday qilish kerak? Idg'om qilish kerak. Idg'om qilish uchun birinchi ra avval harakatsizlanish kerak. Buning harakatini nima gap berdik? Fa'ga. Chunki tashlatil desak, fa'mi sakin, bumi sakin bo'lib qolsa, bo'lma shundami? Unda uni qanday bo'ldi? Shunami? Ifir ishkira. Bayatın lam yafirda mushug'onga biz bu ahvolga ikkinchisi sakin. Bizga nechinchi harakatlik bo'lsa, ikkinchisi. Ikkinchisiga harakat birish to'g'ri kelib qolsa, eng yengil harakat qaysisi? Shuni o'ylaymi qanday qildik? Bittimi? Mana bo'ldi. Shuni bilan idg'om qildik. Idg'omning sharti hozirlandi-ku, ha? Nima bo'ldi? Ifir ra. Unda firra chiqmadi-ku, ifra chiqib qoldi-ku. Fe'ilning asli nima? Fa'ala. Buyruq bildiki hamza faqat fa'ning sakin bo'lganligi uchun so'zning beshi harakatsiz boshlanolmaydi. Masalan, durib digilmaydi. Ya hareketlik başlanış kerak shunami? Ama amal yo'q. Shuni kelgan hamza. Qachoniki fa hareketlik bo'lgan hamon u hamzaga hech ehtiyoj yo'q, shundami? Tashvat to'qnim bo'ldi. Nima bo'ldi? Firra oldu. İkincisini mi keldi? Liyafirra. Ben do'stga yazmasam liyafirrani firraga o'xshash chiqarib bersam yoki lamyafirraga o'xshash chiqarib bersam bo'lar. Tushunami? Chunki misollarni yazdim sizlarga. Liyafirrani anlamada olsa, aslisi liyaf'il o'lchamiga binoan liyafrir. İşkarib bir yerda keldi. İdg'omning shartini nozlash uchun birinchi raning harakatini fa'ga o'tkazdik. Liyafir İkkilar sakin bo'lishni ama ikkinchi raga nima harakat berdik? Zarar harakat berdik. Liyafir ra oldu. İdg'omning sharti hazırlandı. Qanaqa qilyapti? Nehi bil nima chiqadi? La tafirra. Bu mu o'xshash? La tafrir. Chunki bab nima? La taf'il. Qanday bo'lib la tafirra bo'ladi? Yana shu rani. Ikki idg'omning shartini hazırlash uchun birinchi ranakni fa gap berdik. Nima bo'ldi? La tafir ishkira bo'ldi. İkinci ra sakin bo'lgancha zarar hareket yengil deb zarar hareket etdik. Nima bo'ldi? La tafirra oldu. Siz nasıl makanı mı çıkıyordu? Meferrun. Aynel mefer. Kur'an'da anlayan mı yok mu? Okuyan yok mu Kur'an'da? Aynel mefer. Kıyamet günüsü onu şuna söyledi ki kaçtık ya nerede? Nereye kaçamız? Ferra kaçtı. Meferrun kaçtıgan nemo? Orun. Yani kaçtıgan nemo? Vakı.
Babni o'lchami nima? Maf'alun. Ana bir gapimda misha eskartib qo'y. Babni o'lchami ahvolga qarab turib maf'alun, maf'ilun chiqadi. Buni keyin so'zlaymiz inshaalloh. Maf'alun. Undaganda nima chiqish kerak? Mafrarun. Ma'no yozaymi? Ma'noda mim zavar tashdid mafrarun. Babni o'lchami nima aytdi? Mafrarun. Mafrarun. Shunami? Nim bo'lib endi mafrarun bo'lib qoldi bu desa, yana bayatdan ko'na qoida shu. Ikki harf o'xshash. Keldi. İdg'amning shartini hozirlashdan birinchi ra'ni harakatini oldiga. Farqapadik mafrarun oldi idg'am qilyotgan bo'ldi mafrarun. Mifarrun mu o'xshash, afarrunchu o'xshash, hech farqi yo'q. Shuning bilan farra bobininki butun o'zgarish jarayoni sizlarga ketdi. Tushunamizmi? Endi keldik qaysi bobga? Misolga. Misolni bu shaklda chiqaramiz sizlarga. Misolda qaysi misol bobininki misol qaysiti? Vasaba. Buni o'lchami nima etdi? Fa'ala. Aynı ölçem yani. Hiç farkı yok. Şuna vesebede hiç yok. Vesebede hiç yok. Çünkü vesebe fe'alege nimo okşaş. Mudara şekli nimo. Ya bu. Babni ölçümü nima etti? Yef'ilu. Babda qancha harf bor ekan? 4 harf bor ekan. Hemmisinin özgü muvaffak şekilde bir hareketi var şimdi ama yesibu diyor. Tut harf. Nima çıkıp ketken ne kaldı? Wow. Wow çıkıp ketken ne kaldı var ha? Nima çıkıp ketdi desa, qoidaning birini deb qo'yamiz shu yerda. Har qandaq wowliq misol Vavlık misal degan nima? Misal degan nima ustida avval so'raydi. Fa'ning o'drusda kesal harf deb qilganmiz ama kesal harf qancha? 3. Vav alif ya o. Mushning ichidagi vav bilan misal bo'lgan har qanday bir fe'l qaysi bobda kelsa yaf'ilu babida qana qilsa kelsa tang nima bo'ldi? Tang nima bo'ldi? Hazbul Hazbul fa Fa'ni o'drusga kelib chiqdiki qaysi? Ma qoidani aniq bir bilib olinglar, qoidani qaranglar qoidaga. Mushbu jazosi ham bo'ldi. Misolul vav, yana vav harfi bilan kelgan misol fe'l. Shunami? Yaf'ilu babida yaf'alu deb qas bo'laverdi emas savoqlashlar. Yaf'alu babidan gap qas bo'laverdi. Yoki vovdan boshqa kesalar qilib qasm bo'lsa yasara yaysiru. Tushib ketmadi-ku ha? Faqat vav va yaf'ilu. Gap qasa fil mudari'da nima tushib ketdi? Hazful fa. Fa'ni o'drusga tushib ketdiki, endi pillarning boshdan oxiri hammasi mush shaklda chiqadi. Deb qaqalanda bo'lsa. Masdar nima chiqadi buningki? Wasbatan. Wasbatan masdar. Yoki tariqan divta islagan deb maxfichilik qomusun. Sibatan, hech nima qomusun. Wasbatan yoki nima? Sibatan. İsim fail nima chiqadi? Wasibun. Masala yo'q shundami? Mawsubun babqa muvofiq. Lam ya sib. O'n tushib ketdi. Gapimiz tayyor. Misol babininki vovliq kelgan misol babi. Masalan, gapni men texmi tushayliq yozib beray, sizlar tushunish bo'lsin uchun. Al misol nima? Bil vav. Vav bilan nim bo'lgan misol bo'lgan. Babla yaf'il o'lchimida gap qolsa, fa qanaq tushib ketdi. Shu lam yasib bizga nisbatan qiyin emas. La yasibu qiyin emas. Buyruq bilan nima chiqadi? Sib. O. Sib.
Nima bo'lib sip bo'lib qoldi endi? Sakra degandan sip. Babning o'lchami nima? If'al. Ana o'g'anniga nima chiqish kerak? Ha? El sip. I'rob qilib qo'y hammaga. Tushunishing oson bo'lsin uchun. El sip. Babning o'lchami bu. Shunami? Mushu so'zning nim bo'lib sip o'zgarib qolganini tahlil qilish kerak yani. Birinchi qilib nima tashlatamiz bu? Chunki ibodatning qoida shu. Shunami? Nima bo'ldi? Sip. Xo'sh, ibodatning bir og'iz gapini deb bergan. Amirning hamzasining qishida kelib harakatli bo'lib qolsa, hech ehtiyoj yo'q, shundami? Ana o'g'annikini tashlatdik, nima bo'ldi? Bak oddiy. Liyasib, latasib, shunami? Mawsibun, misabun, awsabu, hammasi o'xshash. Illoki ismi olati nima chiqibdi? Misabun. Nimalar misabun chiqadi? Aslisi nima chiqish kerak? Misabun. Shunami? Vav sakin. Oldi nima? Zir. Hem bir qoida. Arab tilida har kasal harfning biridan jufti bor. Alifning jufti nima? Zabar. Vavning jufti nima? Pesh. Yaning jufti nima? Zir. Mushular oldining shunday bo'lishini taqozo qildi. Ya kelganning hammasi zir bo'lish kerak. Vav kelganning hammasi pesh, alif kelgancha zabar. Favqulodda almashib qolsa, ya u o'zgaraydi ya bu o'zgaraydi. Qarasak, vavning oldida nima gap qolibdi? Zir. U zirni peshga o'zgartirish imkoniyati bormi yo'qmi? Chunki babning nimi zir qiladi, mif'al, shundami? Ana nimani o'zgartirishga bo'ladi? Kesal. O'zgartdikki, vavni yog'i o'zgartdik, nima bo'ldi? Mi, shunami? Sabun bo'ldi. Tamam, bu yerni ketdik, savoqdoshlar. Endi keldik nega? Qaysi safqa? Ajvab. Qaysi filni misol qilamiz? Ba'a. Hozircha. Chunki biz fa'ala yaf'ilu babudug'a, lug'atdan ba'a yabi'u. Kelayli, ba'a mazi. O'lcham nima etdi? Fa'ala. Ba'a hech fa'allar tushgandek emas-ku. Asli tushishda o'qib qolib nima kelish kerak? Baya'a. Ba ya a. Nim bo'lib ba'a bo'lib qoldi. Men bir gapimda endi. Yani qaidasi mana gap. Vav alif yani nimda do'q kesalar. Shundami? Kesal odam deganga bir narsa ig'ri qildi-ku. Bular normalda harakat ig'ri qildi. Ig'ri kelmaydigan bir gap bor. Qanday gap bilamizlar? Vavning oldi pesh bo'lganda zibar harakat yengil qildi. Vavning oldi nima? Vavning oldi pesh bo'lganda zibar harakat yengil qildi. Yaning oldi zibar bo'lganda zibar harakat yengil qildi. Alifning oldi zibar bo'lganda zibar harakat yengil qildi. Hammasiga zibar harakat yengil qildi, lekin shart bor. Oldi o'ziga munosib film bo'lish kerak, harakat bo'lish kerak. Vavning oldi pesh bo'lsa, vavga zibar harakat yengil. Vavning yaning oldi zibar bo'lsa, zibar harakat yengil. Alifning oldi zibar bo'lsa, undan o'ziga zibar harakat yengil. Shundami? Mushu qoida bo'yicha qaranglar bayaga. Baya'dagi bayaga o'tirdiki ya kesalar qo'ya, zibar harakat yengil kilamda, ig'ri kilamda hozir. Yengil kilamda, ig'ri kilamda. Tabiiy ig'ri keladi, chunki astonga qaranglar, yog'i zibar harakatining yengil kelishi uchun oldi zir bo'lish kerak. Oldidagi baya'da oldi zir emas, shundami? Ig'ri keladi. Ig'ri kelgandan keyin qanday qilamiz uni? Tabiiy. Nega aytib qani alif baya'da nima alif bor? Ya hozir harakatni qanday qilamiz deyapman. Mush harakatni baya'dagi yog'i harakat ig'ri keldi-ya. Qanday qilamiz? Bay'a qilamiz. Ig'ri kelgandan tashlatmay qanday qiladi?
Taşlayamıyoruz çünkü aldığı uygulamacında ama aldığı hareket var. Fakat taşlayıtımız. Ondan başka amal yok. Ne oldu hem de? Bey'e. Uf dep tutsak, yeni bir kaide seklep geldi aldığımızda. Ya sakin halatda to'g'ri unmaydi aldı zarar olib qolsa. Nimaga deb berdim men o kaideni? Ya her zaman aldığını buluşunu taqozo qildi zir. Ya her zaman. Zir. Vav, peş. Elif, ziver. Ya aldığını zir olsun deydi. Bey'ani bey'e qilganda, ya çünkü babning fa'si nima ziver. Aldıdaki hareketni o'zgartira olmagandan keyin nimani o'zgartamiz? Yani o'zgartamiz ki elifga munosib harf qaysi? Ya ziverga munosib elif. Elif tamamlayın. Ziverga munosib harf nima? Elif. Shuning bilan nima bo'lib ketdi? Ba. Tushunamizmi? Ba'ning nima bo'lib ba olishini ko'rdinglarmi? Anda o'z ketdik. Ne keldik? Yabi'u. Yabi'a. Yabi'u. Bunun normal şekli bu. Ama babga tushmaydi yani. Bab nima aytdi? Yaf'ilu. Shu bo'yicha bo'lib qolsa nima bo'lish kerak? Yabyi'u bo'lish kerak, shundaymi? Yabyi'u. Tamam, yabyi'u olsun. Ama bir yerde bizni qiynaydigan bir ish bor. Yani şu kisel xafalıqı. Yabyi'u qilibsa, Xudoga shukr desak, ya mana zir hareket nima etdi? Eg'irdi deb turadi. To'g'ri nima? Chunki ya'ning faqat bir pursuti bor harakatga oladigan. Oldi zir bo'lganda sevar nima olaydi? Tushunamizmi? Ya oldi zir bo'lganda faqat nima olaydi sevar. Qolgan harakatni ololmaydi. Ya hareket nima keldi yana? Eg'irdi. Tashladimizmi? Çünkü taşlıversak ba'mi sakin. Nima bo'lishi mumkin? Yav'uludan. Ba'mi sakin, ya'mi sakin o'qilib ama qanaqa qilmadan da bo'lsa oldidagi sakinga yo'tkotimiz. Nima bo'ldi? Bo'ldi işte bu. Shu yabi olib qolgan u. Asli yabi o'ti. Tushunamizmi? Ism fa'il nima chiqadi? Bayon. Yani bir adli qoida va aslan tutilanglar faala şekilde kelgan har qanday bir ajab bo'lib qolsa, mayli ya bilan ajab bo'lsin, ba'ga o'xshash, va bilan ajab bo'lsin, nimaga o'xshash? Qoliga o'xshash. Ism fa'ilda ash va bilan ya nima hamzaga o'zgartirki, ba'i asli ba'i unga ba'i unda hamzaga o'zgaradi. Ism maf'ul kelayli. Mabi'un. Neyse vaktlaşlar. İsim mef'ulun ölçümü neydi? Mef. Şuna mı? Mebyu. Bul iş gerekti. Ne bulab mebyu mu kalan? Kaysını da iste. Bir yerde kiselerden kaçısı var? Birisi lan var. Ya. Vav babning o'zi. Hareketimiz. Tushunamizmi? Ama kisel hareketga o'xshashgan nurg'un yerda kisel harf shaklda qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Anda bo'lsa mabiyun asli babga o'lchamga uyg'un-ku, ha? Bunun chiqqan chatoq avval nereden chiqadi? Shu ashardan chiqadi. Yoddan chiqadi. Ya mana pesh eg'ir deyapti. Qanday farq qilib kelgan to'q hozirga qadar oldi haqda. April yana. Nima bo'ldi? Ya o'qil bo'ldi. Yo'q. Mabuyun. Wow. Ya ikkilisini nima sakin. Qana qilamiz? Bunda o'qilmag'achqa birini tashlaymiz. Qaysini tashlasak ular? Vovni? Allah Allah. Yo'q, ya'ni.
Nima tashlaymiz? Vovni tashlag'ili olmaydi. Chunki babning vovsi. Qanaqa qilamiz endi? Yana tashlab baqili. Men unayman gapinglarga. Yana tashladik qo'y, vov qolganda bo'lsa. Mana bu birdan harf chiqib ketdi. Lekin bu harf aslidagi tilda bormi yo'qmi? Bordi. Mushuni bizga bildiradigan bir narsa lazım. Birdan harfning chiqib ketganligini bildiradigan bir narsa lazım. Belge yani. Qanaqa qilamiz endi bo'lsa? Yaning chiqib ketganligini bizga uqtirish uchun ba'ning pashni sirqib. Nima bo'lganda bo'lsa? Ma biu nima? İbaretning qoidasini saklab chiqib oldimiz. Zodi vav oldi zir bilan kelishamaydi. Ya uni ya buni o'zgartirib tushunami? Oldidagi harakatni o'zgartirdimi? Yo'q. Hamma o'zgartirish ekandik-ku. Nimani o'zgartiramiz? Zir nimani taqozo qiladi? Anda olgandan keyin nima bo'ldi? Mabi 10. Shuni olib sinf olma shaklida kelgan savoddoshlar. Mushta olib ondan keyin mabi 10 degan ism maf'ul qanaqa qilingan shakllangan. Jihatga kelaylik, fi'l jihatga. Fi'l jihat nima? Yabi'. Tamam. Asli bab o'lchim bo'yicha nima chiqish kerak? Lam yab. Nima? Ya. Ashta qo'ysa qolmamdi. Yana g'allasi bor. Ash kasalning g'allasi bor. Kasal mag'iz harakat egri keldi deb turib oldi yana. Qanaqa qilamiz? Lam Lam yabi. Nima? Oldiga o'tib ketgandan keyin ba'ga ziriyot keldi. Ya musakin, ayn mo sakin. Unda o'lish asla to'g'ri emas, shundami? Qanaqa qildik? Ammo yo'q, hamda shu oxirisi egri qilib yo'qolib to'xtaydi. Ya, ya. La yabi'u bilan nima o'xshash? Shuni deb o'tamsak bo'ldi, o'xshash. Buyruq bilan nima chiqadi? Ya. Ya. Babning o'lchimi nima edi? İf'il olsa nima chiqish kerakdi? Ya. Mana chiqish kerak, ha? Ne taqashdi? Shu yarimcha taq chiqdi yana. Egri keldi deb turdi-ku, ha? Anda nima bo'ldi yana? İbiya. Nima bo'ldi? Bo'lmadi, nimani tashildik? Shunami? Endi nima bo'ldi? Buyruq bilan hamzasining qashdagi harf harakatli bo'lib qolsa, u hamzaga chanimi yo'qdi, hojat yo'qdi. Shuning bilan biya. Liyabi mi o'xshash? Va tabi mi o'xshash? Shunami? Ne keldi? Ism zaman? Ism makon. Nima chiqadi? Maba'un. Addiy bu. Men sizlarga bunda mabdaiyan o'rgatyapman buni. Maba'un deb qo'llanilmasligi mumkin arab tilida. Faqat qoida usini o'rgatyapman. Men bari gapni deb qo'yay. Faqat qoidani chiqarish uchun nurg'un pillarni chiqardim. Nurg'un pillar hayotda qanaqa qilinmaydi, qo'llanilmaydi. Buni bilish kerak. Maba'un. Bab o'lchim bo'yicha nima chiqish kerakdi? Mab'un. Shunami? Mab'un chiqish kerak. Qanaqa qildik?
Çatak, şu yağ hareket eri keldişinde ama aldın nime gep berdoq? B gep berdoq. Ondan keyin maçta oldu. Mebey'un şuna ama yani özü sakin aldı zver olup kalsa zver nimin takasa kıldı elifini. Elif özgerttik ne oldu? Meba'un. Meba'un. Aş bayatlarga meba'un oldu. Meba'un ismi alet okşaş. Ebyaqu. İsmi tebzil. Nime çıkıdı? Ebyaqu çıkıdı. Bunu eba'u çıkıp otamamla. Eb. Ya'u çıkıdı. Tamam. Şunu olan kaç fil tugidi? Mudaaf tugidi. Mudaaf tugidi şunda ama ondan keyin misal tugidi. Ecep tugidi. Men qaysi? Yine sizler deysizler. Tamam. Sizler deysizler. Başka bir adamın yağı hareket eğri kelgende ki buna mı mümkünleş gerek? Tamam, eğri kelsin. Ana oğlan eğri kelgendiğin dağım kandaylı kıp geldi o. Aldığı eperdi şuna ama. Manda hala topkas bula mı onu tosa? Bu mu? Ya özü sakın aldı zor olup kalsa nimi götkülükte elip. Sonra nimi çıkış gerekti? Eba. O. Tamam. Eba hoşuna mı? Nimalar evlen çıkıp. Nimiş ki bunda çıkmaydı şuna ama. Mazi mudara nimi çıktı? Yarıyor. Meçhulas nimi çıktı ya bir ona? Yubahu. Türlep apırıp birinci şahıs birlikni çıkarıp takımı. Ubahu. Uba? Şuna mı? Kitaplardan hemmesinde hareket var mı? Hareket var mı yok mu? Yok. Ana onda ma eba'u le ma uba'u okşap kaldı mı okşap kalmadı mı? Okşap. Serep ölümalarının göz tıkan bahanesi şu. Hadidin ziyad yeterlik emas. Okşap kalgan nurgun nesi var onun dışında ama meyekege vaxtda ebiya uçqa deydi. Oy nimiş qada pırsili soğanday. Ya hareket iri kültü dep sorsa ya andaş aş uba'u ile qana qalıdı okşap. Ameliyatda okşap kaldığan nurgun tüylü. Maştarak bana gösterdi. Çınanlar mı? Onda olsa ben bugün sizlerge derste mudaafninki qana qilish chiqarilish jarayonini tahlil qilib berdim. Misolning tahlil qilib berdim. Ajabninkini tahlil qilib berdim. Va hammasiniki birlik shaxsni shunda ama qolganlari o'xshash. Sizlarga vazifa. Bugungi dars tubi deyim shuni o'yla. Vazifa biz oldingi soatlik darsimizda pilani turligan qo'y. Daraba desak, daraba shuni ama sizlar mush 3 bobninki men bayatni chiqarib berganlarini turlangan bo'yicha chiqarib kelasizlar. Menimcha daftaringlarni maxsus sahifa ajratdinglar qachon? 6 bobni bir xotirildinglar. Darabaninki butun turilishini bir xotirildinglar shuni ama mushta men bayatni doskaga zirikmay yozdim ya. Sizlar zirikmay mush 3 bobnikini tutlayib kelasizlar. Ata qilib qolgan 3 bobnikini inshaalloh qana qilamiz, turlab chiqaramiz. Mushu 6 babba sahihdan boshqa chiqarilish, turlanish masalan jarayonini, harakatini bilib olsak, qolgan undan keyingi sulasi mazidlik o'nishga bab bo'lsin, ruboidagi bablar bo'lsin, hammasi bizga nisbatan o qadar qiladi. Butun prinsiplar shunga qana qilib o'xshaydi. Shu men sizlarga har biridan bir misolni ko'rsatib qo'ydim. Mudaafdan bir misol. Shunami? Misoldan bir misol, ajabdan bir misol va qolgan 3 ta misolni ko'rsatdingiz-ku. Masalan, sizlar bugun mudaafda farran degan bo'lsanglar, at o'ygun oldinlarga shadda keladi. Shunaqa farrani qanday shakl tahlil qilsangiz, shaddani shunday shakl tahlil qilasiz.
Ferre yef'ilu babından oğaçqa buyruq bil qana çıktı. Ferre. Şunağı şedde yef'ulu babından oğaçqa şudde çıkılır. Ama eki vaqtda bir muzaf bablarınki emrisde 3 xil alet var. 3 xil alet degan xato emasmi? 3 xil aletdan birisi shu. Ammo men sizlarga turlab o'rgatmoqchi bo'lgandan keyin birini davatlar. Bugun biz ba'adan yaf'ilu babından oğaçqa buyruq pulni nima chiqargan bo'lsak, bi chiqargan bo'lsak, qala yaqulu yaf'ulu babından oğaçqa nima chiqadi? U qul. Nami yanamu yaf'ulu babından oğaçqa nam. Muşla qilib bütün pillarning tahlili qilinadi shu. Tushuninglarmi? Biz bu yerda oldirmaymiz. Hozir qadar kitobdan muqaddimani o'qigan paytda kirmadik qo'ya. İnşallah atölyenin kirsak, çaqmoq tizligida ma'lumot. Chunki hamma narsani qanday bo'lgan bo'lisizlar, o'rganib bo'lgan bo'lisizlar vaqtda. Tamommi? Alloh subhanahu va taolo inshaalloh oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.